Kori Har yigitning aslin bilay desangiz, ma'rakada o'tirib turishim ko'ring. Birov bilan oshno bo'lay desangiz, avval iqrorinda turishim ko'ring. Avval va'dasinda turishim ko'ring. Uzoq yaqin yere borar bo'lsangiz, mardlikning qilichin chalar bo'lsangiz, bir bedovni saylab borar bo'lsangiz, sabrisiz siynasin kerishin ko'ring. Bir pul tushsa bir iflosning qo'lina, ko'ksin kerib kezar kishining yerine. Xaridor bo'lsangiz hizagarina, adabin ikromini o'tirishim ko'ring. Mard elga yarab ishga shay bo'lsa, erishtalab hayda qo'y bo'lsa, o'zi xotin bo'lib yana boy bo'lsa, chor tarafdan mehmon kelishin ko'ring. Har tarafdan mehmon kelishin ko'ring. Nomard yurar mudom o'limdan qochib, uyina borganda zahrini sochib. Mard yigit mehmona ko'ksini ochib, nomardning mehmondan qochishin ko'ring. Mard erning ishi suhba so'z bo'lar, ko'ngli qish bo'lmayin doim yoz bo'lar. Yaxshining ko'nglindagina oz bo'lar, yomonning kunda bir urushin ko'ring. Qadrdon qardoshdan uzoqdosh bo'lib, qadrsiz yo uzoq qarindosh bo'lib, maxdum qilin so'zlarga duch bo'lib, xo'janing Saidning yurishi